Assalom. Beriroq kel. Assalomu alaykum, boyata. Xo'sh, nimaga kelding? Shunday o'zim sizni ko'rgani keldim, boyata. Sog'inib qoldik. Xabar olib keldim deb yuborishdi. Sen meni yonimga bekor kelmagandirsan. Bir yumushing bordir-da. Haligi anavi damdon sopli pichog'ingiz boru. Xo'sh, O'sha sinib qoldi. Shuni aytgani keluvdim. men ro'zg'orimda meni pichog'imdan boshqa pichoq ko'rib qolganmidi? Shoshib qoldik-da, boyata. Tozitingizni terisini ishib o'tirdi, siyaga tegib sinib qoldi. Tozimni terisini nega shirtlaring? Bugundan keyin terisi vol bo'lmasin deb shilib qo'ya qoldik. Padaringga g'alatilar. O'lgan tug'ish qayerda ekan? Kim berdi? Begona ot emas, o'zimizning to'ri qashqaning go'shti. O'shani yeb bo'ki bo'ldi. Nega bo'ki bo'ladi? Mana o'ylab gapiryapsanmi? Nima qilib bo'ldi? Xomlik qilib o'ldi. Nimaga xomlik qiladi? Bu masachi to'riga hech arava qo'shilmagan ekan. Aravani qo'shib suv tashigandek zo'rg'ib o'lib qoldi. O'ylab gapiryapsanmi? Yaramas. Uyda kelib meni boqib qo'ygan uloqchi otim bilan suv tashlaysizlarmi? Abrahlar!